2 sotu yer maydoniga ega bo'lgan idealniy planirovkada uy ko'rsataman o'rtoqlar hozir sizlarga. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yunusobod orientir zenit qilib berilyapti. 2 sotu 3 urovенdan tashkil topgan. 2-qavat, 1-qavat va -1. Uyimizning tegini to'liq podval tashkil qiladi. Kirgan yilida mashina uchun 2 ta joy bor. Undan tashqari ko'cha qismida ham bitta mashina uchun joy bor. Kichkinagina zeleniy zona uchun joy tashab ketishgan. Yozgi oshxonamiz ham mavjud. Bu tarafga besetkalar qo'yib o'tirsanglar bo'ladi. Bu uyimizning bitta zo'r afzal tarafi bor ekan. Boshda aytib o'ting, qaranglar. Xo'p, bu tarafda asosiy kirishimiz hol orqali kirasizlar. Uy binoyimizning ichiga. Bu yoqda yana bitta kirishimiz oshxona orqali kirish mavjud. 1-qavatda alohida qilib zal qilingan ko'rayotgan bo'lsanglar, zalga kirish alohida. Ya'ni misol uchun erkaklar kelib mehmonda o'tiradigan bo'lishsa, uy ichi bilan kirib o'tirishmaydi. Primum shotdan kirib ketishadi. Uy ichiga kirib obzorimizni davom ettiramiz yo'masa. Bu o'sha asosiy kirish orqali kirganimizdagi vid. 2-qavatga chiqish, podvalga tushish. To'g'rimizda 1-qavat uchun mo'ljallangan umumiy sanuzol. Bu yoq tarafda bo'lsa, o'zini oshxonasi bor. Mebel va texnikalari bilan birgalikda ko'ryapsizlar. Bu yerda joy ham qilib qo'yishgan. Bemalol joyicha o'tirib ketishinglar mumkin. Undan tashqari 2-qavatimizda, 1-qavatimizda shunaqa yotoqxonamiz ham mavjud. Chiroyli ranglardan foydalanib qilingan. Bunaqa uyimizdan naqd 3 ta variant sotuvga chiqyapti. Xudo xolasa, bu bittasi tayyor bo'lgan varianti. Endi bu yoq tarafdagi mana alohida kirish orqali zalimizni ko'rsatib o'taman sizlarga. Juda ham chiroyli qilib, chiroyli ranglardan foydalanib qilishibdi. Shaxsan o'zimga ham juda ham yoqdi. 2-qavatga chiqib obzorimizni davom ettiraman. 2-qavatga ham chiqib oldik azizlar. 2-qavatda umumiy hisobda 4 ta yotoqxona, 2 ta yuvinish xonasi mavjud. 10 qo'ldan boshlaydigan bo'lsam, 1-yotoqxonamiz, u yoqdan chiqib yana 10 qo'lda 2-yotoqxonamiz. Zinada to'g'rida bo'lsa, zinadan chiqqaninglarda to'g'rida bo'lsa, umumiy yuvinish xonasi mavjud. O'tdan chiqsanglar, shundoqqina detskiga ko'zinglar tushadi. Va eng oxirgi xonamiz master spalni hisoblanadi, o'zini yuvinish xonasi bilan birgalikda. Uyimizdagi kvadratura taxminan 300 kvadraturani tashkil qiladi. Podval qismimiz ham to'liq. Video davomida ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Podvalimizda bitta katta hol, bitta холодный komnata va kotelniyimiz mavjud. To'liq ma'lumotni pastdagi raqamlardan olib, hamma ma'lumotga ega